Bugun sizlar bilan o'sha legendarniy Isuzu NQR 71 modelining davomchisi NQR 90 modelining ukasi bo'lgan NQR 75 modeli to'g'risida gaplashamiz. Shofyor akalarimiz uchun eng qiziq joyi bu motor qismi. Motorda ko'rinishi shunday bahaybatligidan o'zi aytib turibdi, baquvvat motorman deb. Ushbu motorimiz 150 ot kuchiga ega bo'lgan motor. Ushbu motorda turbo kompressor, interkulerlar bilan jihozlangan. Va motorda aytganda barcha uchun qiziq bo'ladigan joyi bemalol bu motorga 70 ga 30 gaz sistemasi 100% muammosiz tushadi akalar. Yo bismillah. Mana endi komfort deganda bemalol NQR 75 modelimizni ko'rsatishimiz mumkin. Nimagaki komfort modelda yozgi issiq kunlarda konditsionerlari bor. Oynalar salonning ichidan boshqariladi. Va yon oynalarimiz knopkada ko'tarilib tushiriladi. Bundan ortiq bitta voditelь shofyor akamiz uchun komfort bo'lmaydi. Bir boshdan motor, kabinadan aytib o'tganimizdan keyin uzatmalar qutisiga ham to'xtalmasak bo'lmaydi. Bu ham boshqa modellarimizdan qolishmagan holatda 6 talik uzatmalar qutisidan iborat bo'lib, bu zadnidan tashqari. Va yonda ko'rib turganingiz bahaybat baki bu dizel bak. Qaytgancha yuqorida ko'rsatib o'tirgan motorimiz dizel yo'nalisida harakatlanadi va ushbu avtomobilimiz 100 km ga ataga 17-18 litr solarka sarflaydi. Marhamat, shofyor akalarimiz uchun eng qiziq joyi avtomobilimizning yuk olish hajmi. Zavod tarafidan avtomobilimizning yuk xonasiga alohida mehr berilgan. Ko'rib turganingizdek, qo'llari, yon qismlari va tepa qismlariga ishlatilgan temirlari bu alohida qalin, mustahkam materialdan zo'r qilib ishlangan. Bemalol o'zingiz xohlaganday apshifka qilib, o'zingizga mos holatga keltirib olishingiz mumkin. Barchaga qiziq bo'lgan joyi, avtomobil necha tonnagacha yuk ola oladi. Hujjatda, dokumentda 3,5 tonna ko'rsatilgan bilan ushbu avtomobilimiz bemalol 7-8 tonnagacha bo'lgan yukni o'z bag'riga sig'dira oladi. Bilamiz, barcha ushbu avtomobilni narxi qancha deb kommentariyada yozib qoldirishadi. Sizlarni qiynab o'tirmaymiz. Isuzu NQR 75 avtomobilimizning narxi 569 million so'm. Boshqa avtomobillar ham barchasi mavjud. Qaysi avtomobil haqida to'liq ma'lumot yoki narxi sizni qiziqtirsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz sizlarga javob berishdan xursand bo'lamiz. Isuzu Gulistonda barchangizni kutib qolamiz.